Assalomu alaykum do'stlar. Moskvadan O'zbekistonga reysga qo'yilgan avtobusimizni bugungisini qisqachagina obzor qilib beramiz. Bizning reyslarimiz Moskva, Toshkent, Sankt-Peterburg, Toshkent yo'nalishida har kuniga bor. Bu avtobus bugun chiqib ketadi. Yo'lovchilarimiz kelib joylashdi. Boshlashgan transportlarimizning holatlari ko'rinib turganda ideal darajada O'zbekiston nomerida Sobir Rahimov avtovokzalga priyamo kirib boradi. Ketmoqchi bo'lganlarga ishonchli nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Ko'rib turganlaringdek aka-ukalarimiz sumkalarni joylab chiqib ketishadi. Aka, yaxshi ketyapsizmi? Salom. Qalay ketyapsiz? Avtobus ma'qulmi aka? Ma'qul. 100%. Gapi yaxshi e'tibor. Transportimizning ichida yo'lda kerak bo'lgan hamma sharoitlari bor. Sidenalarning holatlari shu, yangi. Har bir passajirning tepasida alohida zaryadniklari bor. Ikkitadan monitorlar qo'yilgan, konditsioner ham ishlaydi. Zaryadnilar ham hamma narsasi ishlaydi. Aka, yaxshi o'tiribsizmi? Qisilib qolmadingizmi? Yo'q. Aytavering to'g'risini, nima gap? Yaxshimi? Ya videoga olmak bizi. Ketmoqchi bo'lganlarga nomerlar qoldirib qo'ydik. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Reyslarimiz har kuni bor azizlar.